Aksiyaga tushgan mashinamiz Primoy Igadan yili 2022-yil avtomat korobka. Video davomida to'liq obzor qilib beraman. Mana shu kapotiga ozgina joyiga miyatina bo'lgan joyi bor. Keyin orqa krilosida. Xo'p, mana shunday pitno tushyapti. Egalarining gaplari yana ham o'zlaringiz uchun bir tekshirtirib olasizlar. Qolgan joylari top-toza, xudo xolasa. Salonlarni ham bir ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. O'zim minganman, akkuratni top-toza mashina dedilar. Test monitor qo'yilgan, probeglari 67 ming, cruise control, multirullar terib qo'yilgan. Mashinamizni bagajida. Xo'p. 4-pokoleniya metan gazli uстановka qilib qo'yilgan. Yili ham yangi, o'zi ham zo'r mashina ekan. Olib minishga, notariusga tayyor mashina. Bu mashinamizning narxi 137 million so'm. Naqdga 1-2 so'm savdosi bor. Avtokreditga eng minimal 17 million so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 4 million 400 mingdan chiqadi. Sizda ham ko'proq to'lash imkoniyati bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. E'lonlarimiz mutlaqo bepul, kerakli hujjat bitta pasport bir kunda nomingizga qilib beramiz.